Viruslangan villagerlar. Agar oldini olinmasa, bu virus butun dunyoni egallab olar edi. Birinchi navbatda o'zimni himoyalashim kerak. Buning uchun yugurishim va to'liq zirhlarni kiyib olishim kerak edi. Birinchi qilgan ishim daraxt buzib, kirka yasab olishdan boshlandi. Kirka moddiy taxta bo'lganligi uchun ishim juda sekin bo'ldi va toshdan kirka va bolg'a yasab oldim. Daraxt buzishni boshladim. Kichkina bo'lsa ham yugurib olishim kerak edi. Bu uy meni himoya qila olmaydi, lekin zombi va shunga o'xshash kuchsiz hayvonlardan bemalol meni himoya qila oladi. Uyni ko'rib bo'lgunimcha tun ham tushdi. Menga asosiy narsa hozir sham kerak edi. Sham izlab ko'chaga chiqdim. Sham uchun menga ko'mir kerak. Ko'mir izlab ketganimda esa oldimdan bitta g'alati narsa chiqdi. G'alati, eshityapsizlar nima ovozi bu? Ichkarida nimadir bor. Juda ham g'alati, qo'pol ovoz juda ham. Menimcha kirib ko'rish kerak ichkariga. Hozir juda ham g'alati, qaranglar, qanaqadir qo'rqinchli qurilgan. Menimcha kirib ko'ramiz. Xo'sh, villagermi? G'alati-yu. Qanaqadir virusga chalingan. Bitta ko'z oppoq. Vashshe g'alati-yu. Boraylik, hozir nimadir bo'lib qolar. Juda ham g'alati. Qop-qora. Nima unaqa u? Virus bo'lganmi? Juda ham qiziq. Menimcha borib ko'rish kerak. Juda ham g'alati ovoz chiqaryapti. Demak, ovozni shu chiqaryapti ekanda. Nima yozilgan ekan bu yoqda? Hozir masalan boshini ortib o'tirmayman. Shunchaki o'tkazib yuboraman bo'ldi. Bitta ko'z oppoq. Juda ham g'alati. Qanaqadir virusga chalinganmi? Juda ham qattiq. Xo'p, nima yozyapti bu? Qanaqadir nima turlarni tushuntiryapti bizga. Hozir shunchaki bu joyni qirqib tashlayman. Menimcha juda qiziq narsa emas. Bu hozir aytayapti, meni o'ldir dedi. Men chalinganman virusga deyapti, lekin urib bo'lmayapti va qanaqadir ovoz eshitilyapti. Eshityapsizlarmi? Qanaqadir musiqa juda ham g'alati. Hozir meni o'ldir deyapti, lekin o'ldirib bo'lmaydi buni. Ursam urib bo'lmayapti daji. Qanaqa musiqa bu? Nima bu? Bunchalik qo'rqinch, chiqib ketish kerak bu yo'ldan, chiqib ketish kerak, tinchgina chiqish kerak. Hozir nima turlab bo'ladi? Juda ham g'alati. Menimcha yana gaplashish kerak villager bilan. Gaplashib ko'raman tinchgina. Chunki bilish kerak nima bo'layotganini. Yana kitob bor ekan. Bu yoqda ham shunaqa nimadirlar yozilgan. Buni tarjima qilib chiqish kerak ekan. G'alati. Avalon. Bu demak qanaqadir mod, ya'ni virusli mod bu qanaqadir. Xo'sh. Juda ham g'alati ovozlar. Musiqa, juda ham g'alati musiqa. Ya bitta bosib ko'rish kerak menimcha. Xo'sh. Nima bu? Bo'yni kesilganmi? Qoch. Nimadir bo'lyapti. Hozir nimadir bo'lyapti. Qochish kerak. 4 oyoq chiqdi, 4 oyog'i bor. 4 oyog'i bor o'sha. Qoch. Qochish kerak. Yur. Qochish kerak. Tinchgina qochish kerak. Qo'tyapti. Juda ham qo'tyapti. Nima bu? Qochish kerak.